Kecha va kunduz o'zbek yozuvchisi Abdulhamid Cho'lpon tomonidan yozilgan roman. Bu asarga o'tgan kunlar asari darajasida deb baho berilgan. U o'zbek adabiyotidagi ilk roman dialogiya bo'lib, 2 kitobdan iborat. Birinchi qismi Kecha 1933-1934 Moskvada yozilgan. Dastlabki boblari 1935-yilda Toshkentdagi Adabiy jurnalning birinchi sonida bosilgan. Asar 1936-yilda to'liq holda nashr etilgan. Asardagi voqealar ilk bahorda boshlanib, qish chillasida tugaydi. Cho'lponning romaniga amal keldi maqoli epigraf qilib olingan. Kecha qismi. Kecha va kunduz romanining faqat kecha qismi mavjud. Olimlarning taxminicha Cho'lpon kunduz qismini ham rejalashtirgan yoki yozgan bo'lishi ham mumkin. Dialogiya to'liq emasligi olimlarga Cho'lponning maqsadi haqida taxmin qilishi imkoniyatini beradi. Ba'zi olimlar Cho'lpon faqat kechani yozgan, kunduz qismi borligi haqida mulohazalar sovet kuzatuvchilarini mamnun qilish uchun aytilgan deyishadi. Boshqalari esa Cho'lpon kunduzni ham yozgan, lekin NKVD uni hibsga olishganda asar musodara qilinib, yo'q qilingan deb hisoblanadi. Romanning kunduz deb atalgan ikkinchi qismining taqdiri to'g'risida ma'lumot yo'q. Holbuki kechada tasvirlangan voqealarning mantiqiga ko'ra, romanning kunduz qismida Zebining Sibir surgunidan, Miryoqubning esa Qrim safaridan keyingi hayotlari tasvirlanishi lozim edi. Birinchi kitobdagi tasvir etilgan voqea Birinchi jahon urushi endigina boshlangan kezlarda O'zbekiston viloyatlarining birida bo'lib o'tadi. Asardagi asosiy g'oya mavjud tizimni tag-tomiri bilan o'zgartirishdir. Cho'lpon asarlarida mudroq xalqni tong yulduzi kabi uyg'otishga da'vat etadi. Adibning Kecha va kunduz romanida xalqning g'aflat uyqusida yotgan bir holati, Razzoq Sufi, Qurbon bibi, Ishon bobo Mingboshi, Miryoqub va albatta Zebi obrazlari orqali yorqin tasvir etilgan. Kecha va kunduz kishini uyga toldiradigan, kecha, bugun, erta haqida inson umrining mazmuni to'g'risida fikrlashga undaydigan asar bo'lib, yoshlarning milliy ma'naviyatini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.